Kechi bo'lib o'tgan masqaravoz ligami nima edi? Oktagon ligami, shuni janglarni hammanglar barchalar ko'rgan bo'lsalar kerak. Shu Oktagon ligani masqarozxonani ko'rib, mana tepada turgan Odilxon Kamolov ko'zimga legendadek, ko'zimga afsonadek ko'rinib ketdi do'stlar. Sababi hammalaring tepaga ko'tarib qo'ygan o'sha qozog'istonlik erka bilan to'xtardi. Bir marta urushgan payti bir marta shuni ham yutgan. Hammalaring kecha mana Kamil karate deb chiqdinglar, men o'zim ham chiqdim. U bolani ham Odilxon yutib, tiliga testvasini qilib qo'yib, Oktagonda ichida ham ko'rsatib qo'ygan. Molday kalta yesa ham, sudralib tayoq yesa ham, lekin Oktagonda ichida ham Odilxon Kamolov ko'p narsani isbotlab qo'ygan. Hozirgi pokoleniya, hozirgi chiqib turgan mana mayda-chuyda Neptun planet, planetlardan ko'ra shu Odilxon Kamolovni ko'tarsa nima deysizlar, aziz qadrdonlar? Bu paxta qo'yish yoki bir narsa emas, meni o'zim ham juda ko'p tanqidlarga uchratganman.